Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun yana sizlar bilan uchrashishga chiqib qoldim. Oldi bilan butun dunyoda Ramazon tutayotgan Uyg'ur qarindoshlarimning hammanglarning Ramazoni muborak bo'lsin. Kelgan tilaklaringlar ijobat bo'lsin. Oilanglar xotirjam bo'lsin, vatanimiz ozod bo'lsin. Rahmat. Qarindoshlar, men bugun nimishga chiqdim? Naytma 2-3 kun kayfiyatim yaxshi emas. U kayfiyatimning yaxshi bo'lmagani. O'zinglar bilasizlar, dunyo Uyg'ur qurultiyini aran o'rnidan yo'lab turg'izsak, uning ushaq tushak gapi chiqib hozir da'vo qilayotgan bo'lsa-mu, dunyoda aslidagi inovatini aytib tushib, buning ichida har xil odamlar chiqib ketib, bo'lmag'ur gaplar, ig'izga og'izsiz haqoratlar xalqimizga mushundaq tartibsiz odamlar tufayli, axloqsiz odamlar tufayli bir tashkilotimizning bizga vakil bo'lib turgan bir tashkilotimizning xalqaroliq inovatini tushiribdi. Uning için bir qism odamlar inqilob qilib mingyotdi, qolgan bilan Uyg'urga vakil xarakterlik, Uyg'urni julib mustaqil qilaman deydigan odam dunyo huquqining ichida hozir yo'q deyarlik. Ba, da'vo qilyotdi bir qism kishilik huquq u bu deb. Lekin burunqi dunyo Uyg'ur huquqining silkib Uyg'ur butun dunyodagi Uyg'ur biz vakil vatanning qo'limizga olamiz deydiganlar hozir ozlab ketdi. Chunki mushundaq nurg'un qalaymiqonchiliklar bo'lganligi uchun. Buning sababi Uyg'ur xalqini emas, bizning mustamlikaning dardi ham odamlarning keyin oz sondagi odamlarning keyin qalaymiqonchiligidan bo'ldi. Endi mushunda turib bu yerda birdan bir qolgan bütün dünyaya Uygur'un avazını yetkiziyotgan, Uygur için keç gündüz Amerika Kongresi'nin içinde, senatörünün içinde, Taşqi İşler Ministri de her kandak bəxbi orullar olsa hem orullarda Uygur için jürüp, Uygur'un işki işlerini ap çıkıp dünyaya, Uygur'un bulavatkan, dede ahvalını dünyaya yetkiziyotgan Radio Free Aja bilen Uygur Amerika uyuşumuz kaldık. Haqiqiy Uyg'urni tatilab yurib Uyg'ur davosini yetkazayotgan. Dunyo Uyg'ur qultiyini yetkazayotganmi ma'lum darajada. Endi bu Radio Free Ajani sizlar shu men necha kundan sizga WhatsApplarga qaradim. WhatsApplarning ichidan taqilib ketsin bo'lib ekan, undaq eski mundaq yomon dedinglar. Sizlar bir ikki odamni demanglar. Rahbarlik ben sizga gap bir ya ikki odamlarning xatolig'i bo'lsa, bu radyonun içindeki kahramanlarımızdan hatalık emas. 20-30-40 yılının yağısıga bular vatanın içindeki avazsız halkımızdan avazını dünyaya yetkiziyotgan, özünün vatan içindeki menfaatini addisi Gülçefendiyle vatanda televizyon işleydiğin kızdı. Aşı özü aş vatanda 4'ün biri bütün Uygur halkının çolpunu taşıdığından geçip Uygur'un avazını dünyaya altında nişaya çıkıp bu radyoda işledi. Ya şunun da keç gündüz işlepmiş, keç gündüz Uygur'un avazını yetkiziyotgan, mesela Şöhret Uşur'un deyilin, nədir məsələ olub qalsın, keç-keçilep şularını tepip, aşlarını aşkarlayotgan. Muşundaq muxbirlərimiz, radyonun içindeki bütün cancılarımız, umumən etqan vaxtda radyonun içindekiler, hem muxbirlər, hem Uygur'un inqilabçıları, hem Uygur'un avazı. Bu radyo Uygur üçün qat'i taqalsı bulmaydigan bir orun. Uygur'un ümidi. Uygurlar bütün dünyada özü için bulavatkan işlerini nereden anlaydı? Anlaydı ne içilevatkan akbaratlar var. Lekin Mao Amerika dünyaya hücum oluvatkan Amerika devletinin kolu bilen kurutmayan radyo bütün dünyaya Uygur meselesini anlatıvatıdır. Şunun için bunun bozulan muşnundan faydalanıp nurgun derslerini işlep çıkıvatıdır. Dünyadaki kişilik hukuk teşkilatlar, parlamentler, Birleşken Devletler Teşkilatları, Amerika Kongresi, Senatörü ve Taşqi İşler Ministri, Avrupa Parlamenti degende bütün dünya Radio Free Aja'da bəyən paketlerini itiraf kılıvatıdır. Çıkıvatkan reportlar mı var? Lekin onun sırtında hemmidim biz pişirgen Radio Free Aja'nın rolü pek üstün. Bunun içinde dedim bu bayat, bunun içindeki cancılarımız, kahramanlarımız keç gündüz akbarat izlep tepip, Uygur halkının derdi ahvalını dünyaya anlatıvatıdı. Hem muşu siyasi valla aşınından faydalanıvatıdı, aşının işini vatıdı. Çünkü bunlar özü içip bəgən, özü məbləğ sağlam boğalığı üçün.
Qarindoshlar, buning xalqarалық nüfuzu, Amerikaning ichidagi nüfuzu, Uyg'ur xalqining ichidagi nüfuzu bak üstün. Bu az sonliq odamlarningki ko'z qarashi u boshqa. Men dedim, ularning da'vatqinim to'g'ri. Ularni to'g'ri bo'lsa, pokiz bo'lsa, mayli vasaflar. Sen bizning xalqimizning pulini elib, sen dunyodan bergan pulni elib, maydonni kirib, yana sen mushuni to'g'ri ish qilmaysan, mushunda qalaymiqan xato yo'lga mangam senda talab qilgani to'g'ri. Ularning pashqivatqini to'g'ri. Lekin bu gaplar bilan radioning taqildi. U radio ichidagi ko'p sonli odamlarga radioning ichilayotgan davrlarga vakillik qilolmaydi. Shuning uchun biz jon tikib, imzo to'plab, hatto harakatga o'tib radio free ajani saqlab qolishimiz kerak. Bu davomlashtirish kerak. Chunki radio free aja taqilib ketsa qarindoshlar, vatandagi hozir anglayanmaydi deysizlar. Lager kirib chiqqandan keyin anglayanmaydi da'vatsizlar-ku. Chiqib kiryotdi, yana anglaydi. Ular anglamasa Xitoylar bo'lsa-mu anglab ularga yetkazadi. Xitoylarning ichida yetkazdiganlarimi bor. Tungallarning ichidami bor. O'rta Osiyoning ichidami bor. O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz ko'p. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'izistondagi qarindoshlarimiz ko'p. Turkiyadagi qarindoshlarimiz ko'p. Dunyo uni tarjima qilib anglaydi. Shuning uchun buning inqilobiy roli xuddi biz inqilob qilayotganlardan ortiq degandek roli bor qarindoshlar. Shunga radio free ajaning taqilib ketishini, onun üstüden addidan ziyoda qaynab taqalg'ini yaxshi degan so'zlarning jamoat fikrining bo'lishini men xohlamayman. Uyg'ur xalqining umidi uchun, bu radio uchun, bu radioni ichish uchun emgak singdirganlar uchun, hem bu radioni ichish uchun qanchalik kongresslar ovozlarga qo'yib, unda oson ichilgan radio emas. Mayada hozir Uyg'ur besibilingan zimin deganni qonunni ma'qul tutish uchun qanchalik yillar, 10 yillar bo'ldi menvatimiz. Matehma qonunni ma'qullab bo'lamidi? Tibetninkini ma'qulladi. Mushu radioni ichish uchun qanchalik yo'l mangdi Uyg'urlarning peshqadam da'vogarlari bilamsizlar? Mushuni oshunda ochdiq Amerikadagi siyosiylar, kongresslar, senatorlar yordam qildi. Men bu vaqtida turmada vatanda. Nima bo'ldi? Qarindoshlar, hatto mening turmadan chiqishim uchunmi mushu radioning nihoyat cho'ng roli bo'ldi. Shunga men butun dunyodagi qarindoshlarimning radio free ajani saqlab qolish uchun mayli imzo to'playdigan faoliyat qilamdik, yana boshqa yo'llar bilamdik. Amerika hukumatiga o'zinglarning imkoniyatlarini yezib, men bu mangama endi mayli State Department bo'lsin, Kongress bo'lsin, Aqsaray bo'lsin, kishilik huquq tashkilotlar bo'lsin, men mangama qanchalik kuchim yetsa buni saqlab qolish uchun shunchalik kuchimni sarf qilaman. Ben ama şu etrafımdaki Uygur Amerika uyuşmasının rehberleri bilen, Elpidar kızlarımız ve başkaları bilen birleşip bu yolunu mağımız dep, ben oylavatma tek emdi deyme ulağa. Yani haddedin ziyade radyo hücum kılıp, ağzınlarını bozup, cemaat fikri hazırlamaslarını ümit kılmayın. Rahmet sizlerle.